Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilar. Biz bugun Andijon viloyati Bo'ston tumaniga kelganmiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan obunachimiz xonadonlaridamiz. Akamiz yangi uchastka solgan ekan, polniros ish romlarini olib kelib o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu ish romlarimiz Antrazit Alux 306 da bo'lgan. Xo'p, romlarning razmeri bilan boshlasak, 1.30 ga balandligi 1.57 yo 1.50. Aniq esimda yo'q to'g'risi. Xo'p, eshigimiz 90 ga, balandligi 220. Xuddi mashq holatda 90 ga 220 lik eshigimizdan 6 ta bir xilda eshik kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Aynalar 2 qavat, oqqa yo't holatda bo'lgan. Ruchkalari, zamoylari Graf firmasiga tegishli. Ruchkasi qora alivit. Ochilib yopilishlari juda ham cho'tki bo'ladi. Odatda bu ruchka termo 65 seriyaga qo'yiladi. Zamoyga ziyodichkasi soqolik, rezinkalari 5107 bosma rezinadan aylantirib penalargacha sepib berganmiz. Uyning ichini ancha salqin qilib turadi yo'd yuvaynik. Romlarimizda padagonlik bor, ikkita ko'zlik, bittasi ochiladigan bo'lgan. Ochilishlari sulujni mexanizmli. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham cho'tki holatda ishlaydi. Bu eshigimiz ham razmeri bir xil, 90 ga 220, ruchkasi o'sha qora akrildan ochilib yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Bu romimiz ham o'sha 1.35 ga, balandligi 1.50 ga adashmasam, to'shni razmeri esimda yo'q. 10 sm katta kichigigacha narxi o'zgarmaydi. Ruchkalari akfa logotiflari bilan qora akrilda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Fornax sulujni mexanizmda. Padagonliklari qo'yilgan, penalari sepilgan, 2 qavat aynida bo'lgan. Sulujni mexanizmi. Bu romdan 5 ta kelgan. 5 ta rom, 6 ta eshik, bitta vitraj, 2 ta fortchka o'rnatib berilgan akamizga. Hozir vitrajni ham ko'rsatib beraman. Zinadan chiqarishingizda bunga o'xshagan vitraji bor. 3 metrga, balandligi 250. O'rtasiga 2 qanotli 120 eshik joylashtirib berganmiz. Ikki chekkasidan bittadan ochilish qo'yib berganmiz. Sababi bu yer ko'hna bo'ladigan edi. Ochilib yopilishlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Fortchkamiz 80 ga, balandligi 60. Xo'p, bu vitrajimiz alyumin Aldox 1 da bo'lgan. Ochilishlariga ham qora akril petlar, logotiflari bilan ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishi juda ham cho'tki holatda. Bu tomonda ham bitta ochilishi bor. Akamiz bu yerda ko'hna bo'ladi deganligi uchun ikkita ochilish qo'yib berdik. Xo'p, koridorning ichidagi eshigimiz yana bitta 90 ga 220 likdan. Bu romimiz ham o'sha 1.35 ga, balandligi 1.50. Bu ham ikkita ko'zlik, sulujni mexanizm, padagonlik hamma yo'g'i bo'lgan. Bu ikkinchi fortchkamiz. Bu yerda yana 3 ta eshigimiz joylashgan. O'ngda va chapda. Ichkarida bitta romimiz bor va bu tomonda bitta romimiz bor. Xudo xolasa, shu bilan bugungi montajimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi asosiysi hammaga narx qiziq, gapni ochig'i. Narxini tanishtirib o'tib ketaman. 90 ga 220 Antrazit G306 aynaga 2 qavat, oqqa yo't holatda. Aluvit ruchka, PVH lambra, двойной aynak. Mashq holati 1.800.000 so'm. 1.35 ga, balandligi 1.50. Boring 1.40 ga 1.60 gacha. Ikkita ko'zlik, sulujni mexanizm, padagonlik, двойной aynak, aynaga bir qavat yo'divi bo'lsa 2.500.000, 2.600.000 so'mgacha sulujni mexanizmlari bilan. Fortchkalarimiz 350.000 so'm atrofida bo'ladi. Bunaqa vitrajimiz ko'rishingiz mumkin. Bu odatda rasxodbay hisoblanadi. Adashmasam akamizga 4.200.000 so'mga tushdi yonidagi ikkita ochilishlari bilan. Xudo xolasa, shu bilan bugungi montajimiz ham tugadi. Agar uyimiz egasi ko'rayotgan bo'lsa, aka, aytilgan narsa, va'da qilingan narsalar olib kelib o'rnatildi. Xudo xolasa, bekami ko'z holatda bo'ldi.
Yaxshi kunlaringizga, to'ylaringizga nasib qilsin ilohim. Qubba akfa bilan qoling, Qubba akfa doimo sizlar bilan, joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.